maktabga qiziqmaydigan, birorta fanlarni yoqtirmaydigan, maktabga kelishni umuman xohlamaydigan, energiyasi past, hech narsaga qiziqmaydigan o'quvchilar bilan ko'pincha gaplashib qolaman. Ota-onalar olib keladi va bolani telefonini olib screen time, ya'ni bir kunda telefon ishlatgan vaqtini ochib ko'raman. Ko'pincha 10-12 soatlab bo'lib ketgan bo'ladi. Ya'ni bola maktabdan tashqari 10-12 soat vaqtini Instagram, Telegram, YouTube, TikTok kabi platformalarda o'tkazayotgan bo'ladi. Shu platformalarni agar biz bloklab qo'yadigan bo'lsak, bir haftada bola o'ziga keladi. O'zingiz o'ylab ko'ring. Ekranda qiziqroq, 10 ming xil tusda tuslana oladigan narsalar turganda bola o'qigisi kelarmidi? O'shaning uchun ham biz agar telefonni blok qiladigan bo'lsak, u keyin hayotga qiziqishni boshlaydi. Atrof muhitga qiziqishni boshlaydi va fanlarni o'qishni boshlaydi. O'shaning uchun ham farzandingiz hech narsaga qiziqmayotgan bo'lsa, umuman yaxshi o'qimayotgan bo'lsa, bilingki, katta ehtimol bilan farzandingiz ko'p vaqtini virtual hayotda o'tkazayotgan bo'ladi. O'shaning uchun ham biz maktabimizda telefon ishlatishni o'quvchilarga taqiqlaganmiz. Maktabga kirganida telefonni olib qo'yamiz, chiqib ketayotganda esa qaytarib beramiz.